Assalomu alaykum, hurmatli xaridorlar, yaqinlarim, o'zbekistonliklar. Mana biz anaqa optim tovar chiqaryapmiz O'zbekistonga. Primoy fabrika orqali xohlagan tovaringizni mana hozir tashiyotgan shlyopkalar deysizmi, makas deysizmi, kojami, zamshmi, farqi yo'q. Rosa chiroyli har xil rangda sizlarga optim narxda kargo orqali xohlasangiz kargo orqali, xohlasangiz nima deydi, yukchilardan chiqarib yuboramiz. Optim narxda ham razmer lineyka 8 dona yoki 10 dona bo'ladi. Ko'pchilik shtuchni so'rayapti. Shtuchni ham chiqarib yuboramiz, lekin u sal boshqacharoq bo'ladi narxi. Shunga e'tibor qilingizlar, hammani kutib qolaman. Bugungi kunimiz xayrli bo'lsin hammamizga. Alloh panohida bo'laylik. Hamma savdo qilayotganlarga, ishlayotganlarga baraka bo'lsin bugungi kunimiz. Hammaga yaxshi, xayrli